Dada, mana bu menga bergan pullaringiz. Ha, nima? Siz menga sponsorlik qilasiz-ku. To'g'risi juda charchadim. Negativlar yozaverib, bilyapsiz 3-4 kundan beri video ham qila olmayapman. Mana bu hamma pullaringiz, hali sarflagan, o'sha obunachilarga bergan pullaringizni qo'shib qo'ydim orasiga. Menga nechta pul bergan bo'lsangiz, mana hammasi bu ishni to'xtataman. Bir ishni boshladingmi, oxirigacha olib bor. Men borman haqingda. Bir chorasini topsammikan, negativchilarni hammasini yig'ib, bir choyxonaga olib borib, iftorlik qilib bersammikin, osh qilib bersammikin. To'xtang, yo bir kafega olib borsammikin. Ha, kafe. Xo'p, Gnomic Family kafesi bor, bilasizmi? Premium kafe. U joyda kechqurungi atmosferasini ko'rsangiz, yomg'ir yoqqanida, alohida kabinalari bor, zallari bor. Hamma negativlarni to'plab o'sha yerga olib borib, osh qilib bersammikin. U joyga boradi, borgan odamning bahri dili ochiladi. Premium kafeda bu. Nima deysiz? O'sha yerga olib boraymi? Olib bor. Sizlar nima deysizlar? Negativchilarni hammalarini yig'ib, Rishtondagi Gnomic kafega olib borib, kattagina iftor qilib bersammikan? Yozib qoldiringlar. Demak, dada, pullarini berishda davom etamiz. Charchash yo'q-a? Yo'q. Bo'ldi, boringizga shukr. Duo qilib turing. Yozinglar. Gnomic Family'da mehmonimiz bo'ling. Sizni albatta kutamiz.